Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Qısqasen Şərq Türkistandakı qorxunçluq nazoratni oshkorladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatida ilg'or texnikalar orqali xalqni kontrol qilish, nazorat qilish qilmishlari nufuzli davlatlar orqali xalqaro oshkorlangan bir haqiqat bo'lib, tarqalayotgan bir qism sirlar Xitoyning bu jinoyatlarini texmo kuchlik isbot bilan ta'minlamoqda. Aldınғы günlərdə ictimai taratqularda tarqalğan və xulğuluq qo'zg'agan bir sin Xotan nahiyəsinin Uzunshu yezisidagi bir saqchi punkti yendi tartilgan bo'lib, singa algan Uyg'ur qiz bir Uyg'ur saqchiga sovg'at sunib, uning saqchi bayramini tabriklagan. Halbuki u qiz Uyg'urcha so'zlayotganda saqchi punktidagi bir uskuna Uyg'urcha ovozni avtomatik tunib, shuni esingizda saqlang. Ammaviy so'rovlarda davlat o'rtaq tilida yana Xitoycha paranglashing deb orqama-orqa ogohlantirish bergan. Yaxshi makon, abdullah. Sizning bilan saqchilar barmangizga, mana sizga saqchilar barmangizga o'zimdan ko'z bilan Gulixon singlim sovg'a qildi. Masaqchi qo'nchaqim ba akamning xizmatidan qutlug, kunning shofirmatishimiz deb anaydim. Bu barkasini saqchilar Amerikaga joylashgan tadqiqot organi IPVMga o'xshash organlar bundan ilgari tangli Xitoy shirkatlarining maxsus Uyg'urlarning chiroyini farqlantira oladigan texnika tadqiq qilib chiqqanligini va bu texnikalarni kuzatish kameralarida ishlatayotganligini ko'p qatim fosh qilgan edi. Mazkur sin bo'lsa Xitoyning ovoz tunish texnikasi orqali Uyg'ur tilini avtomatik farqlantirib, ko'chalarda Uyg'urlarning har bir so'z harakatini kontrol qilish va nazorat qilish jinoyatini kuchli tariqada isbotlab berdi. Bundan ilgari tarqalgan sirlardami Uyg'ur bolalarining maktabda Uyg'urcha so'zlashishga ruxsat qilinmaydiganligi, aksiga bo'lganda ig'ir jazolanadiganligi, yangi avlod Uyg'urlarning o'z ona tilini butunlay unutgan holda cho'ng bo'layotganligi ko'rsatilgan edi. Mutaxassislar, xalqaro taratqular, siyosiyonlar Sharq Turkistondagi misli ko'rilmagan qo'rqinchli vaziyatni George Orwellning butun dunyoga tunilgan 1984 romanida tasvirlangan tuzumga o'xshatib kelgan bo'lib, mazkur sin bu qarashlarning qilchimi asossiz emasligini isbotladi. Amerika palata a'zolari Grenlandiya haqida qonun loyihasi sundi. Amerikaning ikki palata a'zosi Amerika prezidenti Donald Trumpning davlat bexatarligi sabablari bilan Grenlandiyani besib olishga qarata takrorlagan bayonotlaridan keyin Amerikaning NATO ittifoqdoshlarining ziminini ishg'ol qilishi yoki besib olishining oldini olish uchun bir qonun loyihasi sundi. NATO ittifoqini qo'g'dash qonuni deb atalgan mazkur loyiha Demokrat palata a'zosi Jean Shahin va Jumhuriyatchi palata a'zosi Lisa Murkowski tomonidan sunildi. Loyihaga asosan bir NATO a'zosi davlatning egilik huquqliq ziminini shu davlatning roziliqsiz qamal qilish, ishg'ol qilish, besib olish, harbiy harakat elib berish yoki boshqa shaklda kontrol qilishni talab qilish uchun Pentagon yoki Tashqi ishlar ministrligi mablag'larini ishiltish man'iy qilindi ekan. Shahin bu haqda e'lon qilgan bayonotida Amerikaning bir NATO ittifoqdoshining ziminini besib olish yoki kontrol qilish uchun kuch ishlatishning mumkinligiga doir har qanday taklif Amerika xalqining bexatarligiga kafolatlik qilayotgan ittifoqni bevosita ojizlashtiradi va dushmanlarimizning manfaatiga xizmat qiladi, dedi. Trump oldingi yakshanba Amerikaning Rossiya yoki Xitoyning orolni besib olishining oldini olish uchun Grenlandiyani qo'lga keltirishi kerakligini aytgan edi. U ilgarimi Grenlandiyani qo'lga keltirishni Amerikaning iqtisodiy bexatarligi uchun nihoyat zarur deb sifatlagan va buni cho'ng bir ko'chma mulk savdosiga o'xshatgan edi. Trump Ironga kuchli harakat qo'llanish bilan tahdid soldi. Amerika prezidenti Donald Trump Iron doiralarining ba'zi namoyishchilarga qarata e'lon qilgan o'lim jazosi tahdidini ijro qilishga boshlasa, tafsilotini oshkorlamagan holda nihoyat qattiq tadbirlarning qo'llanilganligi haqida ogohlantirish berdi. Tekran bo'lsa, Amerikaning ogohlantirishlarini harbiy aralashish uchun bahona izlash deb atadi. Trump seshanba kuni CBS xabar kanalining ziyoratini qabul qilganda, agar Iran o'lim jazosini ijro qilishga boshlasa, Amerikaning harakatga o'tadiganligini eskartdi.
İranğa ko'p qatim harbiy aralashish bilan tahdid solgan Trump, agar mundaq bir ishni qilsa, biz nihoyatda qattiq tadbirlarni qo'llanamiz. Ular minglagan kishini o'ldirishga boshlasa, hozir sizlar menga o'lim jazosidan so'z echyapsizlar. Buning ular uchun qanday oqibatlarni elib keladiganligini ko'ramiz, dedi. Navbatda inson haqlari tashkilotlari hukumatni namoyishchilarni o'q tutib o'ldirish va uda 5 kundan ortiq davomlashgan to'r mulozimatining to'xtab qolishi natijasida bostirishning ko'lamini yushirish bilan ayblamoqda. Amerikaning nuqtali holda Iran vaziyatini ko'zlaydigan kishilik huquq tashkilotining chorshanba kundagi bayonotiga asoslanganda, Ironda davomlashayotgan namoyishlarda hayotidan ayrilganlar soni 2571 ga yetgan. Buning ichida 2403 namoyishchi, hukumat kuchlari bilan aloqasi bor 147 kishi, 12 bola va namoyishchilarga qatnashmagan 9 fuqaroning o'limining dalillanganligi qayd qilindi. İranlıq bir amaldor seshanba kuni taxminan 2000 kishining hayotidan ayrilganligini e'tirof qilgan bo'lib, bu 2 haftadan ko'proq vaqt ilgari butun davlat miqyosida portlagan qalaymaqonchilik boshlangandan buyon doirlar tarafidan e'lon qilingan tunji umumiy son hisoblandi ekan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.